Salom hammaga. Bizani bugun internetten nimamiz keldi, buyurtmamiz. Bolalarga asosan kiyim-kechak olaman. 215 euroga mana shu narsalarni olganmiz. Hozir sizlar bilan boshlaymiz ochishni. Hop. Birinchisi. Nima ishi keldingmi? Hop. Qizimizga usti bosh yani nima qizimizga kiyim-kechak, uni trikosi ham bor. Yumshoq ekan. Endi shuni yoqdi. Tagi ham mana bunaqa qilib endi bor. Hop. Bir juft. İkinci juftimiz. Bu kızımızga, bu ham o'sha usti bilan past qismi. Juda yumshoq narsalar. Bu ham qizimizga, bu ham nimasi aytilganda sportivkani pasti bo'ladi. Sportivka deyiladi bu yerda. Pasti bo'ladi kiyim-kechak. Hop. Ya bizga bular hammasini o'zi tanlagan. Men aralashmaganman. Nimada 3 ta dona, 3 ta rang. O'sha yumshoq materiali. Juda ham yumshoq, ya'ni ko'rsangiz, qaranglar, juda ham yaxshi yoqadigan his beradigan material. Bu ham shu qizga, faqat bu 3 ta rangi. Yani bitta nimada 3 ta rangi kelgan ko'rishingiz mumkin. Juda menga mana shu yoqdi menga. Qorasi ham bor, xuddi shuni. Erkin turadi, svobodno turadi nimada. Hop, bunu kere açalım. Buna bu nasıl mümkün? Bir an bir takım üstüge tagi var. Juda içi sık. Bu nasıl uçup geçiş mümkün? Maşinka kırsa. Mami, fast fertig. Fast fertig, noch ein bisschen fertig. King